O'tgan safar shu cheleli pilsosga chegirma e'lon qilinganda oluvchilar yo'qda tursin, sotuvchilar ham hayron qoldi. Kelib sotuvchilarning o'zi ham uyga olib ketdi. Chunki bunaqa pilsoslarni esingizda bo'lsa 150-160 dollar sotilardi. Keyin chegirma bo'lib 90 dollarga tushdi. Undan keyin 85 dollarga tushdi. Oxiri bo'lib biza maksimal arzon narx berdi. Bu 18 litrli 2000 wattli tortishi, xuddi shu modelni kattasi ham bor, 25 litrli. Yonma-yon qo'ysanglar ham kattaligini aniq sezasizlar. Shunaqa ko'rinishda. Bu ham 2000 wattli, вообще мощный modellardan bittasi. Bu modelni ham chegirmaga qo'yib beramiz. Tortishlari ham mощный bo'ladi. Tepa tarafdan havo pufla oladi, bu tarafdan bo'lsa havoni torta oladi. Shunaqa ko'rinishda salafanlar ham bemalol ichiga yutib ketaveradi. Xuddi shu pilsosni o'zimiz ham vaqtida 100 dollardan qimmat sotganmiz. Ko'p joylarda hozir chegirma ketyapti. 1 million 230 ming so'm sotilgan pilsosni 830 mingga narx tushirib qo'yilgan. Katta chegirma kanalida o'zi bu pilsos bor yo'g'i 55 dollardan. Modelini ko'rsataman, narx-navosini istalgan joy bilan solishtiring. Arzon topa olmasangiz, shu videoni hamma yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.